Hurmatli matematiklar, bugun biz sizlar bilan ixtiyoriy uchburchakni ichki burchaklarimizda 180 gradusligini kelib chiqishini birgalikda ko'ramiz. Demak, buning uchun uchburchakning asosiga parallel ravishda yuqoridan chiziq o'tkazamiz. Tushunish oson bo'lishi uchun mana shu chiziqni parallel ravishda tepaga ko'taramiz. Mana bu xil. Endi ko'pchilik matematiklarimizga ma'lum, ikkita bir parallel chiziqda uchinchi bir to'g'ri chiziq kesib o'tsa, ichki almashinuvchi burchaklar nima bo'ladi? Bir-biriga teng bo'ladi. Shundan mana bu alfa burchak, mana bu ham alfa burchak bo'ladi. Mana bu gamma burchak, mana bu yer ham gamma burchak bo'ladi. Endi yoyiq burchagimiz yana ko'pchilikka ma'lum, alfa qo'shilgan beta qo'shilgan gamma teng 180 gradusga teng. Mana bu alfa, mana bu beta, mana bu gamma. Yoyiq burchagimiz 180 gradusga teng.